Oğlumni qutqizinglar. Balamni qutqizinglar. Odam qisqagina hayotida nurg'ulg'an issiq sovuqlarni boshdan o'tkazar ekan. Men o'zimni bilgan cheg'imdan boshlab toki dadam bizni tashlab ketganiga qadar uning menga bir qitim ochiq chiroy ochqanini yoki qizim deb chaqirganini bilmayman. Mana hozir bo'lsa dadam balki mening bu dunyoga ko'z ochishimga norozi bo'lsa kerak deb o'ylab qolaman. Lekin sababini zaten tushunmayman. Turmushning qatma-qat yukini dembisib yutib bechora opam ukam ikkimizning holidan xabar etgan edi. Lekin taqdir buning bilan bo'ldi qimmat. 5 oyning oldida ukam Dilyar mashina hodisasiga uchrab, uningdan ayrilib qoldik. Shu ishdan keyin opamning salomatligi yaxshi bo'lmadi. Doktorxonada necha qitimlab yetib chiqdi. Barini to'ladim. Yo'qqa nima iloj? Ikkimizga to'ttamdan boshqa hech nima qolmagan bo'lsa-mu, har hol shukr. Opam xeyli yaxshi qoldi. Yaxshi qopti men qizim. Doktor nimalar dedi opa? Azroq dori yezib berdi. Amsa dorilarni qarasam, nadiki dorilarni yezib beribdi. Uningdan ko'ra uyda yaxshiroq kutinsamla bo'lmadimi? Ansirman qizim. Apa, siz birdan aram ep turing. Men sirtga chiqib, ko'ytak ep kelib sizga tamoq etib beray. Yanchog'imda pach bo'l boshini ishladim. Pulni oldimi, apa? Hayal qilmang, ha? Ma'qul. Men chiqib ketdim, apa. $286 Apam dorilarning pulini to'layamagashga olmoqti ekanda. Xudo. Men qanday qilsam bo'ladi? Apam bu holatda yotsa, men o'qishni nima qo'yibdi? Men pul tepib, apamning bu dorilarni cho'qim ep berishim kerak. Apa, turing, azroq bir narsa yeylik. Nurgül, maktabingizga meni yevering. Kechikib qolmang yana. Tushdi kelib, apa, sizga obdan taboq etib bermay. Allohga omonat. Xo'sh, apa. Kechdi baldiroq qaytib keling, ha?
Hada, bu yerda men qiladigan ish bormi? Nima ish qila olasiz? Nima ish qilsam mayli? Qach quchujib, oshxona tozalsam, choy qo'yib tamoq tushsam bo'laverdi. Qarasam pek kichkinsiz. Maktabda o'qimadingizmi? Yo'q. Ota-onangiz bormi? Dadam yo'q. Opam kasalchan, shunga men. Bildim. Undaqda men sizni xo'jayin bilan ko'rishtiray. Jirim. Ma'qul hada, rahmat, rahmat. Digna oğlum, nima yeysan? Hech nima yemayman. Nima ishqa? Uydagi ayolni ketkizib, Uni ketkizsam, sen kim qaraydi? Tez bo'l o'g'lim. Ochash saqlab qoldi. uni bu yerda men turg'izib qo'ymadim. Saqlamasın yer kessin. Uydagi so'rang xotin bek eskikan. Meni doim tillaydi. O'zining askiligiga baxmay, haqni askidaydi texi. Sen bilan bir uyda turgan odamning jiniga voy. Bo'pti, sening dininek bo'lsin. Ma'qulmi? Nima yeysan? Polo. 2 kishilik polo keltiring. Ma'qul. Choy ichi. Voy. Va balani. Kiyimlarini qalaymiqan tashlab qo'yganni. Ishkapga sep qo'yishni bilmagan. Xap, bekkapsizda bu. Olamam ben. Seni tutamam ben. Oy hep to'xta. Menga shunday qilam sen. Ha? Mening yurak kesilim batursa. Setqeri. Edepsiz. Maktabda o'qig'ining qanisining. Ha? Qadaq. Ha? İstanbul'da Oy yürgün. Üstümen deydi tehe. Kıyri. Ben seni tutamam dem. Oy oy oy. Yaxşı oldu. Oy. Bunu mu bir tutpak? Oy nima qilyapsan endi? Oy xudo, voy bu nima ko'ngilga keldi? Voy choshma. Voy bo'ldi sen. İşimi öl qilyapsan. Ey bo'ldi. Nochil qilamsan qayeri? Hepsini. Sana qarayman degan odamning o'zi sarankan emasmi? Sen o'zgarmagideksan. Sen odam bo'lmagideksan. Sana vaqtimni isrof qilsam bo'lmagidek. Bo'ldi. Men ketay. Hozir ket. Men ketay. Ketay. Acab yaxshi bo'ldi. Sen o'zing yashab ol. O'zing yasha. Uzatmadim men sen ketib ol. Ketib ol. Aslan ketib ol. Edepsiz. Sana vaqtimni isrof qildim emasmi? Acab yaxshi bo'ldi. Nima bo'ldi? Oy nima bu? O'g'il narsa-ku. Voy ey! Qanday. Voy qayoqqa endi ikkinchi kelmaysan xayri. Voy tezroq ketib olay. Oxir ketdim seni. Sen o'zing yashab ol bu uyda. Opa! Ha? Dilyar? Oy canım balam.
Kila. Bo'ladi, o'ynab kirdi. O'ynab qardingmi? Ha? Kila yenim chiqib yotgan ha, oyog'ingni soldirib qo'yay. Ha, sala. Kila, billa uxlayli. Ay jinim bolam, talab ketganni. Opa, mohiga yetib bera. Ma'qul. Burunqi zamonda bir kambag'al dehqon yashagan ekan. U o'ylanib uzun yilg'ich farzand yuzi ko'ramabdi. U har kun Allohdan farzand tilab nola qilar ekan. Kunlarning birida uning ayoli rostilla bir o'g'il tug'ibdi. Biroq u bola shunchalik kichik ekanki, aram dadasining bosh barmog'i bilan tang chiqar ekan. Shunga ular bu bolaga Boshmaltaq deb ism qo'yibdi. U bola xuddi senga o'xshash bak aqlli bola bo'pti. Ota-onasiga shunday kuyindi ekan. Ularga yordamlashib, Boshmaltaq nurg'un ishlarni qila oladigan bo'pti. Bir kuni u bir xalta bug'doyni harvig'i besib, tugmanga un tatqilib beribdi. Xo'jayin, menga azroq pul berib tursangiz bo'pti ekan. İşlemeyle pul deysiz-ku, nimaga ishlatdingiz? Opamning kasali kundan kunga ig'irlashib ketyapti. Shunga men Ha, asli bunda qishmitdi. Singlim, unda xos men sizga avval 20 oylik maoshingizni bergishtiray. ma'qul. Mana. Rahmat, xo'jayin. Apa? Qaytib keldingizmi? Ha. Qarang apa. Men sizga doktor buyurgan dorilarni olib keldim. Ko'rib beqing. Bunimi ko'rib beqing. Bundaq dorilarni qandaq oldingiz? Apa, siz nemish menda yurishsiz? Kasal tarixi daftoriga qarasam, yurak kasali, nerv ojizlik deganda kasalga davo bo'ladigan dorilar yozilibdi. Siz bo'lsangiz parva qilmay yurasiz. Vaqtida davolanmay birashib qolsa, men qanday qilaman, apa? Amisi bu dorilarni nerga pulga oldingiz? Ayting. Men buni saboqdoshlarim berib turdi. Apa, men maktabga mangdimmi? Ha, mangamsiz. Diqqat qiling, ha. Nurgül, bana rast gap qiling. Bugün zodi nega bordingiz? Apa, bu nima deganingiz? Maktabga bormay, oshxonalarda ishlab yurgan o'xshamamsiz. Nemishqa darsga bormaysiz? Men sizdan qancha zo'r umidlarni kutgandim bilamsiz? Apa, siz og'riqcham tursangiz, men qanday o'qiy olayman? Kim sizga men og'riqchan deydi? Mana bir obdan turmandim qizim. Darsga bormasangiz qanday bo'ladi, ha?
Әмді işlemesem bo'lmoqdek. Jinim tenimdala bo'ladi ekan. Sizni cho'qib o'qitaman. Yo'q appa, men o'qimayman. Siz bilan birga ishlayman. Mening sizdan jafo qo'yg'im yo'q. Gap qilmang. Cho'qib o'qiysiz. Erta maktabga bering. Sizning hozir ishlaydigan vaqtingiz emas, maktabda o'qiydigan vaqtingiz. Appa, men baribir o'qishdan qag'ilib bir oy bo'g'iltirdi. Maktabga borganim bilan darsga yetishmayman. Kelar mavsumda o'qiysiz. Yetishamisingiz kelar yili qaytalab o'qiysiz. Men muallimingiz bilan so'zlashib qo'yaman. Kelar yili qaytlab o'qiydigan ish bo'lsa mayli, lekin salomatligingiz butunlay asli kelib bo'lguncha siz bilan birga ishlayman, appa. Appa, siz degan ish tanishtirish o'rni qayerda? Oldimizdagi do'qmishdan qayralsaq yetib boramiz. Yarashdimi, appa? Yarashdi qizim, bak yarashdi. Yoqtirdingizmi? Nurgul, yuraq mayli. Ajab qo'rqatdim. Itib boraman. Men tule, menga. Hey, tamuqingni ye. So'p ketdi. Sening otgan tomog'ingni yemayman. Nimanda qo'shang nemisan? Uydan chiq desammi bezirib qarab o'tirgansa. Tamoq yemasanchi qarab o'ltir. Menmichi qilish tegishlikni hammani qilib bo'ldim. Menga pul kerak, pul. Bum sendek bag'razni. Oy, bo'ldilar. Sen gap qilg'ichi o'zimning ishini yeychi. Bag'razgan o'zing. Yesam yemasam sening nima ko'ring? Yesammi o'zimning tomog'i. Buni yo sening uyingdan ekanmigan? Mana yedim. Kim sening moyliq go'sht to'g'radi de ola? Buni o'zing ye. Buni yemayman. O'zing ye. Buni yemayman. O'qishimabdi atgan tomoqqa. O'zing ye. Hey! Hep. Sendek shumga qaragan ekan, menmi sarang? Tova, jahonda sen o'xshash saranglarmi bo'ladi ekan-a? Amdichi, men mumkin berman desimcha, hargiz ishlamayman. Sendek shunda jaqtoydim. Kesankat, ajab yaxshi bo'ldi. G'alba qildim. Yana bir dushmanni yo'lga soldim-da. Ajab yaxshi. Hey, yaxshimisiz Aygulmi? Ha, men, voy xudoyim, bolangiz taqliqsiz ekan-jimi? Nima? Meni tilab. Bola japa soldimi? Qachon? Bag'an kunilar. Kichik bola emasmi? Mening xizmatim oldirashib qoldi. Azroq yordam qilgan bo'lsangiz bo'pti ekan, bo'lamdi. Unda qilmay kelsangiz bo'lmamdi. Men uning gap qilib qo'yay, xafa bo'lmang. Bir necha kun bo'lsa qarab bering. Bo'lmayman, unda qilib ko'mab ekanman. Hey. Wey. Ha.
Ay paşamsiz. Ha, Yaxshimisiz? siz İmranning dadasimi? Ha. Kelmidingiz-ku? Vaqtim yo'q. Nima? Balamga 2 kun qarab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan. Ata komandировка chiqmoqchi edim. Uningga qaraydigan odam bo'lmaydi. Shuni kelsangiz bo'ladi, ukam. Vaqtim yo'q. Bo'ldi, so'zlamayli qo'ying. Men bek aldirash xo'sh. Assalom. Qanday yaxshimisiz? Bilishimcha siz Marixango deyman. Men sizni tonimadim-ku. To'g'ri, siz meni tonimaysiz. Mening ismim bo'lsa Fazilat. Men mundaq bir ish bilan kelgan edim. Mening 1 yoshga kirgan bolam bor edi. Uning qaraydigan odam yo'q. Yo'lishim bo'lsa sirtda ishlaydi. Anglasam sizning bir qizingiz bor ekan. Shunga xolisi qizim qarab beran degan deb kelgan edim. Bu ishni qizim bilan maslahatlashib, andan bir javobini bersam. Ey kiring, bir piyola choy qo'yay. Rahmat, ichib bo'ldi. Sizni avar qilmay. Mendan xotirjam bo'ling. O'zim bo'lsam naytimi angliq ayol. Qizingizni bolamga qarashdan boshqa hech qanday ish qilmayman. Oylig'ini nayti yuqori beraman. Qani, o'zinglar obdanroq bir maslahatlashib beqinglar. Javobini adilga bersanglarmi bo'ladi. Ma'qulamsa adiyani kilaman. Xo'sh, ma'qul. Ha, qani o'tiring. Sizga qanday mulozimat kerakdi? Men o'tganda bu yerga kelib tizimlatib qo'ygan. Biror muvofiqroq xizmat bo'lsa ishlaymikin degan edim. Ha. Ismingiz nima ekan? Marixan. Ha, Marixan. Ha, tizimlatib ekansiz. Mundaq ish ekan. 10 yoshlik bir bolaga qaraydigan ish ekan. Kunduzi osh tomog'ini etib, kir qatlarini yuvib berdi ekansiz. Maktabga olib keldi ekansiz. Sizningcha qandaq bo'lamdi ekan? Bo'ladi. Men qilay. Qo'limdan keladi. Maoshim yaxshi ekan. Biroq sizmi uzunqich ishlaymasligingiz mumkin. Shundaqdimi aloqalashib boqay, ha? Voy, Rahman apandima. Ha, men ish tanishtirish o'rnidan sizga yana bir yangi ayol xizmatchi deb qo'ygandim. Ha. Shundaq. Hozir kelamsiz? Ma'qul, emas shundaq bo'lsin. Ma'qul. Rahman apandi hozir keladigan bo'ldi. Biroz saqlab turing. Rahmat sizga. Rahmat. Sizdan ayrilg'im yo'q, apa. Meningmi shu qizim. Biroq sizni uyda yolg'iz tashlab qo'ysam, texim xotirjam bo'la olmayman. U yerga billa operay desam, umi xalqning uyi tursa, uningdan ko'ra mush yerda ishlab boqmamsiz. Bu ayolmi xeyli obdan ayoldek qiladi. Sizning holingizdan yaxshi xabar ib qo'yman dedi-ku. Ishlab beqing. Agar kunamigidek bo'lsangiz uyga qaytib ketasiz. Men buningdan ansirmadim, apa. Sizdan ayrilishga ko'zim qiymayotdi. Meningmi sizdan ayrilg'im yo'q, lekin nima amal? Qarang. Mush uy shu. Kiravering qizim. Kirib keting. Knopkani bosing. Voy, kelin ham qiz. Bu sening nima qilganing balam? Ha? Sen muşning bilan bir emas 6 xizmatkorni yo'l silavatding. Endi o'zing deb baqa. Mushunda qilaversang, kim sening osh tomog'ini itib, kir qatlaringni yuvib berdi? Men ularning kergi yo'q, o'zim qilalayman. Gapimni angla. O'g'lim, sen tek kichik, ha? O'zingning oldin o'zing xabar olmaysan. Çoxum sana bir adam qarşı kerak. Bunu bilemsen. Mening xizmatim aldirash. Onun üstüge daim komandировка chiqib turman. Sening holingdan xabar olgudak vaqtim yo'q mening. Menga boshqa ayollarning keragi yo'q. Opamni kappa. Opamni sig'indim. Opang endi qaytib kelmaydi bolam. Opa. Opamni sig'indim. Opamni kappa.
Gap angla o'g'lim. Men yana bir xizmatkor ayol deb qo'ydim. U ertatiga kelib sang qaraydi. Ta'til to'shquchi bo'lsa-mu, uni ketkizib yotmayga bo'lamdi. Ha? 八味康宁，止痛更治。 Acaba biçim puşta. Qani kiring. O'g'lim. Dada. Kela o'g'lim. Bu yoq mening o'g'lim Imron bo'ladi. Bu yoq Marixan apash. U bugundan boshlab sanqiraydi. Ha? Amisi men ishga berib kelay. Ma'qul. Kela o'g'lim, suyib qo'yay. Gap angla juma bolam, ha? Amisi bola siz qoldi. Mening azroq ishim batdi. Odamning ichini pishirib yana birisi keldi. Opa, Dilyar, canım balam. Acep köygüm geldi. Canım oğlum. Canım balam. koyuyor saran kutun. Kim senin bulan kim? Keçir oğlum. Keçir. Vay vay, tolu beni oğlum balam devemi yine kundum iyileştiriyor. Singlim, astaraq yang. Gelingizga turib qolmasin yana. Man qarang singlim. Men sizga kiyimlarimdan bir necha qur beray. Uni vaqtida almashtirib pakiz yuvib kiying. Bosh ko'zingizni vaqti-vaqtida yuvib turing. Men ishga ketgandan keyin baliga yaxshi qarang, sutini vaqtida bering bo'lamdi. Ma'qul. Yana bola uxlab qolganda uylarni pakiz tozalab qo'ying. Bolaning kiyim-kechaklarini pakiz yuving. Uyga ushaq bolalarni kirgizmang. Uyning uya-buyalarini oqtirib bir narsa yutib ketmasin yana. Bo'lamdi. Ishingizni yana. Oy. Qara sho'xlig'ingni kela tushirib qo'yay. Niye dura? Üzüm şümen. Bütüşka kutun. Linger taqta, mari paypak, mari degen ölüptü, topılıqqa kömüptü. Yıqlaydıgan adım yok, özük qo'pib, yıqlaptı. Bu balınızı. Nurgul! Nima chaqirsa 5 kuniga chiqmaysan? Ovozni anglagandan yugurib chiqmamsan? Qani, sapni kechdan olmamsan? Qachon o'tmana sana? Men qatamchi dedim, odam kelgan ama sapni kechdan olib qo'y deb. Nima ish qilyapsan? Tomoq yetyaptirim. Bolachi, O'ynayotdim. Oy,
uy tatlıqlığını yalnız öldürüp göttünüz mü kocam, ha? O külüne. Oo, külüne, akılma külüne attın. Ötten. Onam, ha, miyada öldüreyli ya. Kögüm köp gitti işini. Ötten. Benim boğdiligim. Oy, tatlıqlığını. O, boldu kıla. Oy, boldu, şığılı bakayım. Oy, boldu. Nimançılar şığılaydı, üstünü beğenmedin? Bədi, Kaça beğen? bayılı bəgən edim. Onam, kuşuğun tokyan kocam. Ma çıkmışsın. Onam, bondiligim boldular, şığılımı gına. Uykum geldi mi o, ha? Şimdi okulda ya. Onam, okula, ha? Nем qılaxtsa? Bundaq qısan bo'lmaydi bolam. Oy, ishim qorlashmay chiqa. Bundaq qilma bolam. Qo'yib qo'y. Oy, qila. Nima ish qilyapsa? Ha? Nima qilding? O'lishgilli men sana 50 ko'y bergandim-ku, yonchug'imda aqtirdingmi? Ha? Nima ish gap anglamaysan, nima ish o'g'irlik qilsan, menga? O'yjon. Yog'och quloq. O'g'irlik qilgan ash qo'lingni chiqara. Yana bir qo'lingni chiqara. Monamsa. Oy, dadamni qo'ymayman. Bo'ldi, qo'ymayman. Urg'an bilan ishni hal qilib bo'lmaydi-da. Ishlarni o'rganib qolmasin deb hech nimani kep qilmay beqiyapman. Qara buni. Seni yomon yo'l kirib qolmasin deb, ha? O'zim yemay, o'zim kaymay. Nima desam shuni qilib beryapsam, yana mana shunday ishni qildingmi? Ha? Qo'lingni akila. Yo'q. Endi qilamsan? Endi qilmayman. Yana shunday o'g'irlik qilamsan, ha? Akila qo'lingni, akila. Men uningga gap qilay. Endi u undaq qilmaydi, ha? Men gap qilay. Menga. Buni yemeyman. Buni yemeyman. Etken tamıqın o'xshamabdi. Undaq dema bolam. Isrofchilik qilsang yomon bo'ladi. Sana deb qo'yay. Aylab yillab go'shmay yemaydigan bolalar nurg'un. Sen bir kun yegan yaxshi yemekliklarni ular bir umrda yeb baxmagan. Undaq qilma. Yegina bola. Bolam dema dedim. Men sening bolang emas. Sen imanda eski tünügün dadamga chaqimchilik qilmagan bo'lsang, men bu tayoq yemagan bo'lardim. Bu uydan chiqib ket. Sening menga kerging yo'q. Chiqib ket. Menga uval qilma bolam. Qasam qilay dadamga men rostila demadim. U o'zi bilib qopti. Nima desang mayli, ish qilib men bularni yemayman. Yemisang bo'pti. Go'shtlarni men ilg'ib olay. Cho'pini yegin. Bu nima qilganingiz? Bu men bala go'shmayni yemayman deb shunga. Dada u yolg'on deyapti-da. Men yeyman, go'shtlarni yeyman desam, u kichik bola moy go'sht yesa bo'yi o'smay samirib cho'shqidek bo'lib ketadi deb oldiga qo'chomni tortib oldi. Yo'q, undaq emas. Men balaning gapiga ishonmayman. Bo'ldi. Tamog'ingizni ep keling, qo'zg'amashdi. Qandaq o'g'lim, uyda o'ldirib zerikmagansan, ha? Ta'tillik topshiriqlaringni ishlab bo'ldingmi? Yo'q.
Ötüdün boşab işleymen. Ata deyili 15 gün bo'ldi sana. Topshiriqni vaqtida ishlamay, ta'til to'shilganga oz qolganda kechilab o'ltirib ishlaysan. Qachonliqim bu odatingni o'zgartasan, ha? Dodo, u menga olyapti-da. O'g'lim shundaq sho'q. Shundaqdimi, uningga yaxshiroq muomala qilishingiz kerak-da. Uning ustiga uning opasi yo'q. U texi kichik bolada. Kechiring Rahman efendi. Men endi ishlayamagudekman. Kechiring Marixon. Bu mening qasdan sizni ayblaydim emas. Men sizdan shunda rozi. O'g'limni shunda obdan qaravyapsiz. Xato gap qilib qo'ygan bo'lsa, meni kechirib o'ting bo'lamdi. Ola! Yemamsa, o'g'il oldiga qach yeyish kerak. O'g'lim shundaq sho'q. Shundaqdimi, uningga yaxshiroq muomala qilishingiz kerak-da. Kechiring Rahman efendi. Men endi ishlayamagudekman. Vay, yaxshimisiz? Vay. Nurgulmisiz qizim? Appa. Nima bo'ldingiz? Yig'labsiz Yo'q, appa, sizni bek ko'ygim keldi. O'zingiz yaxshi turib-atamsiz. Men yaxshi bola. Dorilaringizni vaqtida ichib-atamsiz. Qandaq? Bu yerga ko'nib qoldingizmi? Ha? Sizni bek ishqi selayotmaydiganda? Ha, har holda hushyor bo'ling. Xalqning bolasini yiqitib tatib qo'ymang, angladingizmi? Anladım appa. Xotirjam bo'ling. Ish bo'lsa o'zim telefon Yo'q bolam. Xalqning telefonini ishlatmang. Xafa bo'lib qoladi. Men sizga o'zim telefon uray, ma'qulmi? Ha? Bo'ldi appa, kamsizmi bo'ladi? Ma'qul qizim, Xudoyimga omonat. Xo'sh. Oy, xanim. Nochigo o'zlari, ha? Telefon haqqini mandaq yuqurlab ketgan desam, aslida ona bola ishqila telefonni changallab olib, telefon so'zlashni ekansiz-da? Ay, har kun opam ishlab telefon uramsan? Men telefon urib baxmadim ada. Qara buni. Ay, sen menga bir qatim telefon haqida ko'rishmaganmiding? Bu telefonni ommaviy telefon ko'rib qoldingmi? Chiqaman, bola qara. Ay, sana deb qo'yay. Bolaga es-hushing bilan qara. Navada bolaga bir ish bo'lgan bo'lsa, seni saqlamaysan. Chiqaman.
Marixan, nima ish qilyapsan? Sana o'xshitib tamoq etib beray deyapman. Qo'lingni chiqara. Yo'q, ikki qo'lingni chiqar. Oy, ajab yaxshi oldi. Uf. Ajab qo'rqitdi. Qiladigan bo'ldim-da. Buni qanday ishlaydigandu? O'qishni najab zerikdim. Akila, men sana tushuntirib qo'yay. Senma? Sen nimani bilatding? Bu ya tomoq ichish bo'lmasa, voy qo'rg'am tushuntirib qo'yay diqqatginni. Meni yaratmayotamsan texi? Menmichi to'liq o'ttirni bitirgan. Rost? Ha? Undaq bo'lsa, nemishqa boshqa xizmat topmay, bizning uyda xizmatkorlik qilasan? Sen tushunmaysan, bolam. Xizmat tepish uncha oson ish emas. Uning ustiga hamma odamning turmushi senga o'xshash baxtli bo'lavermaydi. Qara, sening dadangmi yo'q, g'amingmi yo'q. Agar bolalarning hammasi senga o'xshash baxtli bo'lgan bo'lsa, kim deydi meni dadag'im yo'q deb? Mening dadim eng ko'p, g'amim bakchiq. Sen bilmaysan, mening opam. Kechiringlar, bugun kech qoldim. Dada. Dada, ta'tillik topshiriqlarimni ishlab bo'lay dedi. Voy, shundaqmi? Tabriklab qo'yay, kela. Dada, Marixan menga topshiriqlarimni tushuntirib qo'ydi. Hey, Marixan demay, sendan cho'ng bo'lgandikan, Marixan apa degan. Men qaytay. Bekkashib ketdi. Kechiring, bugun kech qoldim. Yuring, uyingizga olib qo'yay. Bo'ldi, o'zim ketaveray. Hech qisi yo'q. Mashina bo'lgandiga birdan olib qo'yman. Ma'qulamsa. İmran'mı belli basun. Yürü oğlum. Aynarak, ha o'rnidan. Ya Allah, qilib o'shishlaydi ekansan. Bolni to's qilib, uning ustini be. Bola o'yg'ansa, go'chida turishni bilmagan. Kunduz bola uxlaganda uxlamasang bo'ladi-ku. Canım balam, bo'ldi o'ynaverma. Uyga kirib ketaylik bo'lamdi. Dadam seni mustayilmisin deganti. Memle qarib bo'lmasa, men uyga kirmasa kirkda. Yiqilib ketma, diqqat qil. Ha?
yaxshi o'ynamdikanman. O'yinchi İmran. Ay canım balam, bir yerin ağırdı mı? Oy, to'q do'stlarimni o'ldirib bo'lardim, davamigina. Sıvıma apakım sıvıma. Ya Allah. Odamni bir urab xudo o'ltag'ini qo'ymagan. Nima ichlar yig'ilsan? Bolam bir o'ynab qaramagan. Mayishlar. Bo'ldi. Yig'ilma qo'zam. Assalom. Bo'ldi qila. Teşlik Qanday kardeş. yashini sen qila. Balam da yig'lab ketdi. Shu emasmi? Qo'zig'i ochdimi? Buni nimani yig'lab ketdi? Ana. Qanday tinchlikmi? Yaxshirdingmi? Uzun bo'ldi ko'rmaysan. Qani, kira. Anlasam yangi opsan adaş. Vaqtida yo'qlabmi kelanmadim. Baksat bo'ldi. To'g'ri tushunaman qo'adash. Yo Allah, senimi ko'rdigan kunlar keldi ekan-a? Biz ko'rishmagili 3 yil bo'ldi-ku deyman. Shundaqmi? Shu emasmi? Ay. Men izlamasam sen izlamaysan emasmi? Qara seni, yashiribli ketibsan. Oy, nədikini? Sen pek chiroyli bo'lib ketibsan. Rahmat. Qaynadash ağını. Oye, adash, mush uyga cho'qira, bola boquvchi solsang, yel yemish, miyuchi degandek narsalar quribli ketdi degan. Rastaysan adash. Qani, Bo'ldi, bakan qo'mana. ag'ash o'ldira. Hay, bu qizni qayerdan kelding? Putqo'llar xili chaqqan ekan-a? Buni-chi menga Xudoyim berdi. Opsidan boshqa hech nimasi yo'q ekan. Opsimi boshqalarning uyida madkorchilik qiladi ekan. Buning qaraydigan cho'lisimi yo'q. Yangi kelgan chog'da hech nima qilolmaydigan laqva bir nima edi. 20 kunning yoqi butun ishqi pishirib bo'ldim degina. Hozir qo'l puti shundoq chaqqan bo'lib ketdi. Voy bechora. Yetim bola ekan-da u. Voy, ichim og'rib ketdimi? Voy, sen bilmaysan, hozirgi bola boquvchilarni-chi voyla deb qo'ydigan bo'lsang, shunchalik haddidan eshib ketdi ekan, to'mirog'ini bek tutdi ekan degina. Shunlashqchi buningga ancha ochiqcharoq qilib ketmayman. Yo'ldishingchi, aldirash o'xshamamdi. U hozir Hangjuda, ashada turib, menga mal yetkazib beryapti. Men do'kon ichyapman. Kunlarimizni mushundoq o'tkazyapmiz-ku. Qarag'anda ishlaring xeyli rivojlanib ketibdi-da. Xudoga shukr, xeyli yaxshi. Haras, senimi ishkirda tijorat qilyapti deb anglagandim. Tijoratning qanday? Bo'p qoladi. Hanim bo'lsa. Adash. Rost gapni qilsam, mening bu qizga xeyli ko'zim tushib qoldi. Menga bergan bo'lsang, o'zim yolg'izligina amra qilib olsam bo'pti ekan. Shunda qila, adash. Yey. Nima deydigan sen? Sana beribsan bolamga kim qaraydi? Boshqa birisini akamamsan. Hey. Pulini-chi o'zim chiqarib beraman. Hay. Agar uni menga bersang, 10 ming qo'yib beraman. O pulg'ichi boshqa bola boqchi topsang, bolangni 5 yil boqtirsan, 5 yoshga kirgacha yetadi. Undaq bo'lsa-chi, adash. Yana bir 2 oydan keyin men uni ketkizib yutay. Opsi yo'q chog'da uni aldab saldab sana chaqirib bersam, qog'imni o'zing jo'ndib olmamsa. Ma'qul. Uni poyezga chiqarib olsang, opsining uni izlab keynidan mongdigan mag'dirimi yo'q degina. Gaping gapchimi? Hargiz yenib olmaysan, ha? Ma'qul, chataq yo'q. Gapim gap. Ajab yaxshi bo'ldi, adash. Endi yaxshi bo'ldi. Ha, ma'qul. Voy, İmranma. Nima ish qilyapsizlar, o'g'lim? Marixa opang uyda bormi? Unda bo'lsa ishkinglar hozir tushinglar. Men past saqlab turay. Chaqan bo'linglar, ha? Bulunga. Nega barımız dada?
Ha, chiqdinglarmi? Uzun bo'pti beli tamoq yemagili. Tamoq yeyli. Mening uyda azroq ishim bor edi. Men uyga ketaveray. Unda desangiz bo'lmaydi. Mashinaga chiqing, beli tamoq yeyli. Bilib borayli. Yuring. Bulunga. Bo'linglar. Ya balam. Yo'q, qo'shiqim to'ydi. Azroq Boshqa yegin. narsa keldiraymi ya? Yo'q, bo'ldi. Men televizor ko'raman. Bu bola bek sho'q. Qarasam xili chiqib qolgandek tursiz. U sho'q bo'g'ini bilan bak aqlliq. Bu bola burundoq emasdi. Apis tugab ketib, mushunda xo'p qoldi. Hatto bir yildak menga qiydab yurdi. Apis kasalchanmidi? Yo'q, undaq emas. 2 yilning oldida to'y qilganimizning 10 yilligini tabriklash uchun taq o'yini qilib chiqdik. O kuni ayolim bekli xo'shal edi. Qaytish yo'limizda old tarafdagi kelgan bir mashina so'qilib ketib, mashinani so'chirdik. Ayolim naq maydonda qazo qildi. Men bir putimdan ayrilib qag'iltas qoldim. Shundan beri bu bola apamni teppa, apamni akappa deb ko'p japa soldi. Onunga qancha tushundirgan bo'lsam qaqimadi. Shundan keyin uyga ayol xizmatkor akasamla u xafa bo'ldi. Lekin xizmatim bek aldirash bo'lg'ashqa bu bolani qiynab qolarmikin deb bek ansiraydi ekanman. Aslamanda ekanda. Bechora bola. Nurgül, turaverning. Bugun shanba bo'lgandan keyin men bozorga berib narsa kerak setulay. Sen balık qarg'ash uy ishlarini qilgash turgin. Beshim bel og'rib ketyapti. Kim bo'ldi? Ishning gapini anglab, beshing og'riyotamdi, ha? Yo'q, beshim rostila og'rib ketyapti. Qizib ketyaptimi? Voy, rostila qizib ketibdi-ku mavamda. Bol, nashtilg'in qilib tezlarongni ichib olgin. Buna. Ya Allah. Ish bo'lsa odamga terib bergin. Zukumingni baliq juqtirib qo'ymsan bo'ladi-ku. Balni tavirta. Darangni ele ichib olsang bo'ldi. Bila. Men mangdima? Bo'ldi, bolam shug'ulma bo'ldi. Mana oz qoldi, ha? Bey, qiyirishqanda gajab bir og'riq qolgan bir nimeniki. Odamni hijabni bir to'y qazdi-ku. Bugun kunida og'riq qolganni. Bo'ldi, bolam shug'ulma bo'ldi. Hay, nur ber chiqa. Alama bo'ldi. Boldin o'zingni jilaq bildingmi? Bezda qarab turmay sutini bermamsan. Seni saqlatib qo'ydim, ha, ukam. Qani ala. Aldirashib qildi ekan. Naya yatadan bo'lmasam? Qani ala. Ala. O'xshabdimi? O'xshabdi. Acha, bolam ko'rinmaydi-ku. Uxlab qoldi-ku deyman. Hay Nur. Bol qani? Peshga bilab qo'ydim. Menga chiqay. Uyning ichidami maska taqibdi? Bu nima ish?
O'zukam deb qaptike. Baliq yuqtirib qo'ymishsin deb maska taqab qo'ydim. Bo'lmabdimi? Qilmaydigan ishing yo'q, sening. U maskachi qara. Uningga xuddi eshakka taqib yarashqandek yarashdi degina. Men bu yerda bunda xo'rlik topqicha kessamla bo'lmadimi? Apamga telefon beray. U meni bundan boshqa yerga etkazsin. Vay, sen kim? Kimni izlaysan? Ay, bu Rahmon apamning uyimi? Sen kim? Nima ishing bor? Mening ismim Nurgul. Apamni chaqirib qo'yamsiz. Isming Nurtaymi? Nurgul. Nurshotmi? Yo'q, Nurgul deyman. Isming Nurzat? Unda qilmay apamni chaqirib qo'ysangiz bo'pti ekan. Bu uyda opam yo'q. O'tinib qalay ukam. Apamni chaqirib qo'ying. Voy, nimandaq izmilik qilasan? Opam yo'q dedim-ku. Balam kimkan? Voy tong, bir sorankan, nima deganligini faqat uqib olmaydi. Xo'sh, so'rang. Nurgul. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin, qizim. Rahmat opa. Ichib ko'rib beqing. Bek chiroyli ekan opa. Rahmat. Yaradimi? Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Men. Rahmat ukam. Nega bormiz? Talla bazarga narsa kerak setib ag'il baramiz. O'zing berayvermay menimi billa olib olgandikin menga cho'ng o'yinchiqdan birini olib bersan jimo. Ma'qul, xafa qilmasang jiq narsa olib berman bo'lamdi bolam. Ma'qul. Kira, neha. 欢迎光临莲红色。上衣11码的有没有？这上衣有没有11码的？模特上穿的就是11码的，刚上的新款。请问你是自己穿还给别人买？不，给我女儿买呢。这上身效果挺好的，颜色也好，但专卖店质量都挺好的，都有保证的。而且款式也比较独特。 这来bolam.慢走，欢迎下次光临。Hoy. Sana ne bo'ldi ya? Ajab 2 kunda bir uyga kelgan bo'lib qolding ha? Seni yo'qlab kelaman-da, acha. Astagfirullah. Hey, meni bilmaydi demsan, sen umaymoqqa ko'z tashlab kelayotgansan. Sendan hech qanday ishni yo'shirg'ili bo'lmaydi-da, acha. Men bir necha do'stlarim bilan diskoxonaga boramiz deb qo'ygan. Ular qiz do'stlarini ep bordi ekan. Mening ya qiz do'stim bo'lmasa, Nimdidan? Xato anglab qolmagandiman. Hey, nomus qilmay o'sha monqini opiramsan? Qalang joydimi sening? Tova, nimanda qildigandimi bu? Voy. Nima bo'ldi? Hey, uning kiydigan tuzukrak bir qur kiyimimi bo'lmasa, qanday qapirsa uni? Jinim acha, sen chiqib yasab qo'ya. Sening payzi kiyimlaring bor-ku, ha? Shuna qila. Hey, sening demagan mushi gaping qolgan, ha? Tura acha. Moda kiyimlaringdan kiygizib qo'ya. Hey,
Ma'qul. Uni tizishtirib qo'yay-a. Hijabni kirmadi. Shundoq chiroyli bo'lib ketding. Tur, aynakka qarab baqana. O'tinib qalayman, bormaycha meni avatmang. Hey, ahmoqmisan? Birsini o'yintib aklaydiysizmi, bormamsan? Voy, mani, birsini qushxonaga opirma davatqini yo'q. O'yintib akilma davatida tazim götnim ekansan-a? Tura o'rningdan. O'yintma deganga qo'shig'ina. Tura. Nimada qo'g'anni egilg'andi? Sultan, qara. Voy. Oy pari bo'lib ketibdi-ku bu qiz. Menglaymisan. May. Men bormaychu. May. Doda, xalq maydoniga berib mustaqillik bo'lmamdi. Apiray. Rahman efendi. Men uyga qaytib ketay. Kash kirib ketdi. Meni qachongacha Rahman efendi deb chaqirsiz? Tek baldirg'o. Uydagilar asrab qolammi? Yo'q. Uyda odam yo'q. Siz yolg'izmi? Yo'q, yolg'iz emas. Mening 2 balam bor. Cho'ngi qiz, kichigi o'g'il. Men o'g'lim hamildor bo'lib uzun o'tmay, erim bizni tashlab boshqa bir ayol bilan ketib qoldi. Men 2 bola bilan nurg'un issiq sovuqlarni beshimdan o'tkazdim. Biroq turmushimiz oddiy bo'lsin, bolalarimni ayt sog'lom cho'ng bo'lgan edi. Qizimni maktabda o'qitdim. O'g'lim. Oğlum o əmdəli 5 yaşqa kirgan edi. Shuningdan keyin men og'rib yetib qoldim. Qizim bo'lsa meni deb maktabdan qoldi. Qizingiz hozir nima ish qilyapti? Men ishlayman deb turib elib, birisining bolasini beqiyotdi. Mundaqdan. O kichik turib ishlayotdi-da. Uni pat ko'ngli bordigan siz, o qandaqroq turibdi? Qizimni ko'migilimi 1 oy bo'lay dedi. Bir necha qitim ko'rib kelay deb vaqt chiqaramadi. Doim telefon qilsam, mendan ansirman. Men yaxshi turibdim halla deydi. Shundaqmi? Chapiningizni silib o'tiring-a. Elinga. Yo'q, bo'ldi. Ammamsiz. Bo'ldi. Isib ketgan bo'lsangiz chapiningizni silib o'tiring. Singlim, nega borsiz? Tozalik uyiga kirib chiqay. Men bilib boray. Kichikgina qizvolni qiz do'stim deb uyaga boshlab keldingmi? Odamni zaqni qilavermagina. U rostli kichikgina qizvola. Ochamning uyida turadigan qizvola shu. Bola vaqtchi degna. Hayzinglar adash.
Әміс оны обдарақ ойнатып, көзіні ечіп қойсақ бұғыдек адаш. Şunda qımsan qo'lingdan chiqib ketmasa yana. Geç o'tiringlar bolalar. Xo'sha. Qizingizni kelar mavsumdan boshlab o'qitaman deb yaxshi o'ylabsiz. Bo'lmasa, bizning uyda tursin. Uning texnik yaxshi bo'ladi. İmran cho'qim qo'shiladi. İmran yo'q-a? Oy, kaynimizdan kelayotgan tug'u. Ne ketkendi? Qarab baqayli. Yuring. İmran! 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 Tez bu yerden ketim. Tez ketim. Ben yalnız ketemeymen. Hiçkimiz bulmaydı. Siz özünüz bir amal kılıp ketim. Ulanın niyeti durust emas. Hergiz mi ulanın kuluğu düşüp kalmang. Tez bulun. Tez. Bu eshikdan chiqib ketim. Tez bulun. İmran! İmran! Estağfurullah babanne. İmran! Assalamu alaikum. Bir kichik bolani ko'rdingizmi? Bo'ymunchilik bor. Ko'rmadim g'o. Beshik to'p kiyib. Yo'q, ko'rmadim. Estağfurullah babanne. İmran! İmran! Furkan, to'p kiyib olgan bo'ymunchilik bor bir bolani ko'rdingizmi? İmran! Yo'q, ko'rmadim. Ne ketgandi bu? İmran! 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 Ne ketkendi bu bala? İmran! Haras. Boy u. Xalq maydoniga musiqani apag'ida vaqtda shu yerga o'xshamamdi. Oy, bunu da tez barayli. Yürü. Balon tez. Nimada uzun dikilse? Nurgul qani? Nurgül yok. Ben onu ketkizib etdim. Bu nima qilganingiz? U o'zi yolg'iz qanday ketalaydi o? Nima deysa? Xalqning ishigini nima deb aralashsan? Sultan o'zi kelgandan keyin o'zi olib qo'ymamdi. Sen ağzını yüme. Senin bana onu bunu deydiğin nima hukukun var, ha? Seni mi körüp koydum? Karniyetim ekensen. Nima ish qilmay tillaysan? Ben sana nima ish qildim? Sen bana emas, aşı biçare küçük kızgı kıldın. Uqtun mu? Sen onun içimligiga doğru silip zaten nimiga erişmekçi. Navada o senin sыңlың болған bolsa, şunda kılatsın mı, ha? Oğul balı болған ekan, vicdanыңga yaşsan bolmamdı. O vicdansız. Hey, adaş, ben Nurgül'ünü öyge apırıp koymasa bo'lmaydi. Yürü, bil izdeyli. İmran! İmran! İmran!
İmran! Dada! İmran! Canım balam! Acep mi ensirettin beni? Canım balam! Ay manga desem, biz birlik emas mıydık ha? Ay! Elim yaxşı tepip aldık, birinin bo'lmagan sen, ha? Hey İmran! Acep mi ensirettin adamni? Kechiringlar. Mayli. Ajab nasi vosita? Nagimi ketganda bu inji maroq. Adash xato ko'rib qolmagansan, ha? Yo'q, ay, mushtirab ketganini o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam adash. Asta. Nega ketgandi bu? Shundaymi? Nagimi ketgandi u. Mushtirabga o'tib ketgan uyga adashman. Rasmi shaq ketdimi? Lekin shu deb jazmlashtirolmayman adash. Agar uni topolmasam, nasvas qilish shu. İmran! Canım balam! Acep mi ensirettin beni? Canım balam! Ay manga desem, biz birlik emas mıydık ha? Ay! Elim yaxşı tepip aldık, birinin bo'lmagan sen, ha? Kire. Oyun tazi qizg'an o'xshamamdi. Elimi bormayman deb turvag'ining, borma degan bo'lsang, tong otganda kelayotgansan-ku, ha? Sultan qani? Bilmayman. Nim deding? Sultan qani deyapman. Rostli bilmayman. Bilmayman? Ma kire. Tez bo'lin qizim. Tez. Yetishib yuguring. Tez bo'lin. Tez. Oppa. 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 Nurgul! 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 Canım kızım! Nurgul! Nurgul! Acha, men uyimga ketaymikin deyman. Nima? Uy ketaymikin deyman? Hey, bu uyda qo'zg'intiq, kiyiming butun bo'lyapti. O o'nkirdek uyga bervag'ining bilan opang sirtda ishlayapsa, u uyingda qo'rqmamsan. Qara gapini.
Onun üstüge qara, 2 aylıq pulni aldın-ala apаңga berib etkenmen, bildingmi? Hech bo'lmaganda, mushu ay chiqib ketkichilik, mushu uyda cho'qim ishlashing kerak. Әмсі бұныңден кейін ешнәге бармаймын, боламды. Voy, barmısang barmıgın ha? Hey, menchu qara, oqsham seni shundaq bir ko'ngli xo'sh bo'lib qolarmikin deb ivetgan. Bo'pti, barmısang barmı? Men sanga dey qara. Apang og'riqchanka, apangga iching og'risin. Mushu uyda turib, uyingga ketishning g'imini qilmay, bolamga obdan qara, bildingmi? Nega borsang-chi qara, qozonning quli qutut. Başqa bir yerga borsang birsini to'riga achqib o'ltag'izib qo'ymaydi. Yana mushu uyga o'xshash ish qilsa, angladingmi? Shuning uchun gapimni anglab, bolamga obdan qara. Oy, men qo'yib beray. Bo'ldi, o'zim qo'yay. Ha, bo'ldi o'g'lim, bo'ldi. Oy, rahmat bolam. Bolamni kim o'zgartdingiz Juma? Uni o'zgartish ketmaydi. U o'zi azaldan yaxshi bola emasmi? Ha, bolam? Bugun sizning dam elish kuningiz ekan. Men baldiroq qaytaymikin deyman. Bir necha kun bo'ldi. Qizimni kunda tushab qelyapman. Uningga bir ish bo'ldimikin deb ansirab qoldim. Shunga uning yeniq berib kelaymikin. Bo'pti. Bering. Meningmi boshqa ishim yo'q ekan. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin men siz bilan birga boray. Bo'ldi, sizni avara qilmay, o'zim beraveray. Yo'q, bo'ldi, tatinma. Tamoq ye. Olay bolam. Nima ish qilbalni vaqtida to'simaysan? Bak qapoqqalang ishlamdi yo'q, ha? Nimada qon vaqti birdimisan, ha? Men sen qachonqichilik o'gitma. U laqfa, qirg'ida uyning amirini so'yib firtib o'tibsan, ha? To'gdak bo'ying bo'g'icha, tugimdek aql boschisan. Qarab turma yerlarni tozlab, kirog'ini kirlani shu. Ha, ishlash. Nurgul, qizim. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Fazilat. Sen qandaq ana? Men sening bunday qilishingni o'ylab baxmabdi ekanman. Sening qandaq ana ekanligingni hech tushunamadim. Sening balang bola bo'lsa, mening balam nima ekan, ha? Sening balangni boshqalar shunda xo'rlagan bo'lsa, sen chidab tura olamsan. Men sana deb qo'yay, har qancha yomon kunga qolsam, sening qulchiligingni tashlab bergan bola yo'q. Yuring qizim, ketaylik. Nega ketishyaptinglar? Ma ayning-chi vaqti to'shqini yo'q. Qancha kun qoldi? Hisoblab qo'ying. Yana 5 kun vaqti bor. Hisoblab qo'ying, pulini akab berib ketay. Oy! Yana-chi, xinining uchisidagi kim bor? Kirib seliversin. Sizlarga bergichilik, divoniga sadaqa qilganim yaxshiroq. Sadaqa qilayman. Kiringlar. Yuring qizim. Qo'lingizni chiqaring, ha? Bo'ldi. Bunday qiling. Ala. Qarang, qizingizning sizga deb xollagan. U cho'qim talayli qiz oladi. Yuring qizim. Rostdan meni bolamadi. Men uningga nima qilib qo'ydim? Xudo. Sendan o'tib qolay. Meni bunday jazolama. Men endi qandoqmi qilaman?
qara qalğıca Görüşmegili uzun boptu. Shundaq, 13 yil bo'ldi. Siz bilan tar ko'chada uchrashib qolaman deb o'ylab baxmat ekanman. Siz o'zgarib ketibsiz, fazilat. Balkim o'zgargandiman. Turmush meni o'zgartdi. Sizni bu yerga chaqirishimdagi maqsadim bu. Nima? Yo'q. O'tkashlar o'tib ketdi. Bu qanday mumkin bo'lsin? Nima? Siz nimalarni deb ketdingiz? Men faqat sizga bir ishni aytib qo'yish uchun bu yerga chaqirdim. Shundaqmi? Men xato tushunib qoptiman. Meni kechiring. Rahmat, men bu ishni ko'p o'ylanib, oxiri sizga aytish qaroriga keldim. Ayni chog'da men maktabdan ayrilib, ammamning uyida ay kunimni to'shqizdim. Balani tug'ib bo'lib, doktorxonaga tashlab qo'yib, kechilab qochib chiqdim. Nima? Siz balani og'iz etmagan demakchimi? Nimalarni deb yurisiz? Amal bo'lmadi, rahmat. Shu chog'da
sizga mi, balig'imi qanchalik o'shib ketganligimni bilamsiz. Keyinchi qanday bo'ldi? Keyin yurtga berib, shu yerda o'qib qilgan birisiga yo'qlik bo'ldi. Biroq qilgan ishlarimning jazosini totdimmi bilmayman. Balaliq bo'lolmadim. Keyin Urumchiga kelib ko'p davolangan bo'lsam-mu, amal bo'lmadi. Keyin bir bola beqib oldim. Ammo mening nima qilganligimni bilamsiz. Men o'z bolamni boshqalarning pishtidan bo'lgan bola uchun tanlab, xo'rlabdiman. Bola boqish qilib ishlatibdiman emas. Nima? Siz Nurgulni ikkimizning bolasi demoqchimi? Siz jo'ylayapsiz qanday? Agar men uning murisiga bir jup holda xato ko'rmagan bo'lsam, o Marixaning beqib olgan qizi bo'lsa cho'qim shu. Men Tangrining meni yana qanday usullar bilan jazolaydiganligini hech bilmadim. Marixan to'g'ri aytibdi. Men ona bo'lishga loyiq emasman. Men hatto bu dunyoda bir qizimning mavjud ekanligini bilmagan ona tursam, men haqiqatan odam emasman. O'zingizni ayblamaman. Bu yolg'iz sizning savalligingiz emas. Manga Nurgul to'g'riliq so'zlab berishni xohlamsiz? Nima ish qilib so'raysiz? Biror ishni anglab qoldingizmi qandaq? Yo'q, undaq emas. Men sizga ba'zi ahvollarni so'zlab beray degandim. Rahmat. Men endi qandaqmi qilaman? Fazilat, meni xato tushunib qolmang. Men buningga bir narsa deyamayman. Bo'ldi sizni. Sizning shunday deydiganligingizni bilardim. Mening sizga ovarchilik tepagim yo'q. Siz o'qishingizni davomlashtiring. Men mush maktabdan kasalli bo'ldim. O'zimning ishini o'zim bir taraf qilaman. Hey, Fazilat! Fazilat! Buningdan 13 yil ilgari 3-doktorxonada tozalik ishchisi bo'lib ishladim. Yiliqi ayol bolini tashlab qo'yib ketib qoldi 3 kun bo'ldi. Qarg'ani bolasini olmaydigan o'xshamamdi. U qaytib kelmasa, balani beqib oldiganlar chiqsa, beritamiz. Shunda qilmaymi amalimiz yo'q. Bu dunyo mushundaq rahimsiz. Bola dunyoga ko'z echibla ona mehridan mahrum bo'lgan nemisi. Nimishqa shundaq rahimsiz onalar yoriladigandu. Tova. Bola 3 yoshga kirgan yili o'zimdan 14 yosh cho'ng bir sig'atliq bo'ldim. To'y qilib 6 yilgacha farzand yuzi ko'ramadim. Erim to'la topdan qilib Manga o'zimning pushtidan bo'lgan bola lozim, haqning suqinasini baxmayman deb meni tashlab ketib qoldi. Ulug' Allohning taqdiri bilan shu oyda bo'yimda qolgan ekan. Biroq u bolam menga nasib bo'lmadi. Undaqmi Nurgul u? Rostla mening qizim kanda. U nima deydigandi? Ular Nurgulning ota-onasi o'xshamaydi. Bu qanday gap? Ular qizimni mendan tortib olsa-chi? Yo'q. Hargiz demayman. Bu sizlarning ham xiyolinglar. Marixan,
İmran. Balam, men mağdım. Dadamın gepini obdan anla. Ketmesang bo'lmamdi. Yig'lamag'in balam, ha? Yo'q, agar ketmesang hamma ishni o'zim qilaman. Qochchilarni yeyman, kiyimlarimni ratlayman. Seni Undaq bo'lsa, mening teximi kergim qilmabdi-ku balam. Ketmagin ma'qulmi? Menga boshqa birisining kergi yo'q. Meni kechirgin balam, yig'lama. Meni kechirgin. Baldıroq ketmasam qizim yolg'iz qoladi. Ketmagin. Ketma. Ketma. Gibona ağlayma. Xo'sh balam. Ketmagin. Kechir. Ham xiyal qilishma, qizimni hech kimga tatqizib qo'ymayman. Sizlarga berdiganga uning paypig'im yo'q. Nurgul, chaqan chiqma. Nim qilyapsiz? Voy apa. Qarab o'ltirmay, men bilan yig'ishtirishib bering. Voy apa. Biz hozir nega boramiz? Nurgul, sizning men bilan bog'ingiz bormi yo'q? Qiziq gap qildi ekansiz apa. Siz bilan birga turmay nagim ketadi. Tamiz chapiningizni kiying. Oy, ekranga aytib qo'yay. Bo'ldi. Yuring. Akilaq men ketib turing. Astroq. Neymiş oldu? Nini yıkılaysan? O gitti. Kim gitti? Mariha gitti dada. Onu qaytarıp kelayli dada bulamdı. Bana 200 koy berip tursan bo'ptikan. Pulni neymiş kılsan? Men soğuğat setip olay degan. Onu xushal qilsam uchoqqa qaytib keladi. Soğat mı ettirey? Qaraganda tallab qo'yga o'xshamamsan, ha? Qo'pa, yetmege yerinden qo'shib beray. Yiqqan pulingni menga bergin. Ara mushisi yig'dingmi? Marixan kulib qolgan o'xshamamsa. Bo'la, ha. Ha, tez mangayli. Ne ketken de. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam.
Qo'shnimiz Marixon nima ketgandi? Heyla chamlarni ko'tarib chiqib ketgan. Nima? Chamdan ko'tarib ketdimi? Qo'lida bir chamdan bor. Rahmat sizga. Tez bo'l bola. Hech qisi yo'q. Marixon opa. Voy, sen sizlar Marixon. Apa, ular kimlar? Mumkin bo'lmaydigan ishlarga avar bo'lma. Qarang Marixon opa, sizga hiliq choponni keldim. Rahmat balam. Sen achang bilan o'ltirib tur, dadangga deydigan gapim bor edi. Marixon. Xato tushunib qolmang. Mening demoqchi bo'lganim bolalarimizni Dada, yonchug'ingdan chiqolmamsan. Marixon opa, dadam sizga to'yliq uzuk setib oldi. Siz dadamga tegishni xohlamsiz? bu bolniza. Bu uzuk oddiy bo'lsa-mu qabul qiling. Buni sizga atab setib oldim. Mumkin bo'lsa, bolalarimizni birga boqaylik. Elam. Apa. Jurunglar, mangayli. Akilam, çabından bana verin. Mangayli. Rahmat. Fuqat, rahmat ojo. Hepsini meni yana qo'ldan tutsanda. Aka qulog'ini choyildi bundoq chaqchaq qilsang bo'lmaydi. Xatarlikchimi? Seni qanday qildi ekan desam, xalqning qo'lini tutib ketaverdim. Turmush haqiqatan tushunib bo'lmaydigan ajoyib sirliq narsa. Meni bu dunyoga ko'z ochqizgan, ham meni tashlab ketishga ko'z qilgan ash ana. Zodi kim? Bu muhim emas. Muhimi menga bu dunyoni haqiqiy tunutgan, menga haqiqiy mehr shafqatini ato qilib, beqib cho'ng qilgan. Men uchun butun vujudi kuyib kul bo'lgan mehribon onam bor. Kaynidan egishib, necha marta yiqilib, qarsi yutkicha "Dada, dada" deb yig'lab turib chaqirsam-mu, parvosiz tashlab ketgan dadam Sodiq kim? Bu muhim emas. Muhimi meni bu dunyoga oprida qilgan, to'mirimda uning issiq qonlari o'rkashib eqotgan kuyimchan dadam bor. Ayning 15 qarang'i bo'lsa, 15 yo'riq degan shudir. Aldimizdagi do'kondan posma apiray, qizim. Norgul qizim.
Nargil kızım. Kechiring adi, men qizingiz emas. Faqat ilgari sizning bal baqichingiz bo'lgan. Nargil kızım. Başbaharning illiq qo'ynida manga tep ko'chini bo'ylab siz manga tep ko'chini bo'ylab xiyollarim chigilgan tugun Shima